Blitz muvaffaqiyat sari intilish. Har bir yangi oy biz uchun yangi imkoniyatlar, yutuqlar va muvaffaqiyatlar demakdir. Blitz nemis tili o'quv markazi sifatida biz doim o'quvchilarimizning o'sishi, rivojlanishi uchun eng yaxshi imkoniyatlarni taqdim etishga intilamiz. Fevral va mart oylari biz uchun quvonchli va natijalarga boy bo'ldi. Keling, mana shu 2 oydagi natijalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Fevral va mart oylarida umumiy hisobda 16 nafar o'quvchimiz yuqori darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Shulardan 8 nafari B2 darajadagi sertifikatdir. Shuningdek, 8 nafar o'quvchimiz Germaniya vizalarini qo'lga kiritishib, o'qish va ishlash maqsadida Germaniyaga yo'l olishdi. Bu hali hammasi emas. Fevral oyining yana bir muhim voqealaridan biri ustozimiz Abdulaziz O'rmonov C1 darajani qo'lga kiritdi. Bulardan tashqari, fevral va mart oylarida markazimizda turli tadbirlar va eventlarga boy bo'ldi. Shulardan biri nemis tili markazlari ichida ilk bor o'quvchilarimiz uchun tashkil etilgan nemis tili olimpiadasi edi. Mazkur olimpiada o'quvchilarimizning til bilish darajasini oshirish, muloqot ko'nikmasini rivojlantirish hamda ularni yanada rag'batlantirish maqsadida tashkil etildi. Olimpiada yakunida g'oliblar aniqlanib, ularga esdalik sovg'alari va sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. Bu esa ishtirokchilarimiz uchun katta motivatsiya bo'ldi. Bu yutuqlar jamoaviy mehnatimizning natijasi. Har bir o'quvchimiz, har bir o'qituvchimiz va butun Blitz jamoasi oldinga intilib, yangi marralarni zabt etishda davom etmoqda. Agarda siz ham nemis tilini o'rganishni xohlasangiz, yuqori natijalarga erishishni istasangiz, biz bilan birgalikda rivojlaning. Blitz, siz eng yaxshisiga loyiqsiz.